Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu Groves qilgan eng katta xato ishlardan biri edi. Shundan keyin bizning bobomizning bobosining bobosi vafot etdilar. Ajjin ursin, bu nimasi bo'ldi? Bu qandaydir ahmoqgarchilik. Un bilan tanishsam bo'ladimi? Bu hatto xayolingga ham kelmasin. Bizning o'rtamizdagi eng yaxshimiz un bilan gaplasha oladi. Senga aytib qo'yay, bir kun kelib men ham boy bo'laman. Groks. Nima gap qariya? Bizning hukmdorimiz bizni ko'rishni xohlaykan. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Bu bizning hukmdorimiz. O'chira ovozingni. Hop. Quloq solinglar meni o'g'illarim. Meni kunim bitib qolganga o'xshaydi. Men sizni otangiz va hukmdoringiz sifatida sizlarga shuni aytmoqchimanki, Nimalar deyapti o'zi bu? oralaringizdan biringizni tanlab, o'zimni o'rnimga o'rinbosar qilib qo'yishim kerak. Xo'sh, kimni tanlasam ekan? Voy, mana meni tanlang buvajon. Meni uzoq tanlashga o'rta vaqtim yo'q. Yetirganga. Mayli meni o'rinbosarim bo'ladi, Groves. Men tayyorman. Qani boshladi. Men o'z vazifamda sodiq qolaman. Hammasi shundan boshlandi. Yangi Groves o'ziga maqsad qo'ydi. Birinchisi buzg'unchilik. O'zini qiladigan ishlarni birin-ketin ro'yxat qilishni boshladi. Birinchisi ko'proq boylik xohlayman. Ikkinchisi armiyamni kuchaytiraman. Uchinchisi hamma menga bo'ysunadi. Shundan keyin Groves soliqlarni ko'tarib boyib ketishni boshladi. Lekin tuzgan plani u aytganday bo'lmadi. Oy, qiltiriqlar, nima gap? Xabaringiz bor, men podshohning yangi o'rinbosariman. Soliqlar 2 barobar oshdi, qani tezroq yig'ib beringlar. Oy, bezmiya, bir gapni 2 marta qaytarishim kerakmi? Ha, bo'ldi, tushundim. Oy, soliqlar ko'tarildi, xabaringiz bormi? Oy, nimalar qilyapsizlar? Buning uchun hali javob berasizlar. Bularni hali hammasini qo'zib o'tkazaman. Bu yerda cho'g'i kam-ku. Meni aldadi ifloslar. Soliq mavsumi boshlandi, qani to'lab qo'y. Romkanga buvur kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi uka? Oy, hali hamma javob berasanlar. Uka, bu yoqqa deyapman senga. Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi. Men tuzgan planlar men aytganday ketmayapti. Bunisi kim bo'ldi endi? Oy, bu yoqqa kelchi. Yetolmaysan, kal. Bu yoqqa kel dedim senga. Hozir tutib olsam kallangni tanangdan judo qilaman. La'nati qayoqqa yo'q bo'lib qoldi. Axir Grovesning orzulari amalga oshishiga yana bir qadam qolgan edi la'nati. Bu nima? Aholidan soliq yig'ish mavsumi? Menga aynan shu kerak edi. Boshqa sizni xafa qilmayman buvajon. Meni eshitinglar bezmiyalar. Men bir muddat ta'tilda bo'laman. Oy, yana sizlarmi? Men shunchaki hazillashgan edim, ey. Oy, Yandex, meni aytgan manzilimgacha etib qo'ya olasanmi? Voy, la'nat, hazillashdim. Xo'sh, bu shu yaqin atrofda bo'lishi kerak. Nima bu? Axir bu menga kerak bo'lgan narsa-ku. Biz buni uddaladik, do'stlar. Xo'sh, biz birinchi marta portaldan o'tamiz. Bu kontrchilarmi? Hoy, biz seni xo'jayinning oldiga etmoqchimiz. Qani orqamdan yuring. Xo'p, qani boshlang. Mana xo'jayin yangi ishchimiz. Ey, nima gap, xo'jayin? Nima gap bolaginam, mana bunga qo'l qo'y. Sen bugundan boshlab soliq yig'adigan bo'lasan. Tezroq bo'l, men bir joyga shoshib turibman. Xo'p bo'ladi. Mana bu qishloq aholisining ro'yxati, tanishib chiq. Sizni xafa qilib qo'ymayman, xo'jayin. Endi men soliq yig'uvchi bo'ldim. Mana meni birinchi ish kunim. Oy, nima gap do'stim? Bugundan soliq mavsumi boshlandi. Menga qara, idina qo'yib berma solig'ing bilan. Mayli, birinchi kundan asabni buzmaymiz. Birinchi kundan aholini o'ldirish xohlamayman. Eshikni och. Soliq mavsumi boshlandi. Tushunmadim meni. Hozir solig'ingni bir joyingga tiqib qo'yaman. Oy, tilancha, soliq mavsumi boshlandi. Ota-onang qani? Nimalar qilyapsan? Yo'q, la'nati. Oy, soliq to'lamaysanmi? Idina qo'y. Bo'ldi, hammasi yuragimga to'kildi. Yaxshilikni bilmagan ifloslar. Ana endi haqiqiy biznes bilan shug'ullanish vaqti keldi. Oy, nima gap ifloscha? Qani soliq to'lash uchun pullarni hammasini chiqar. Bu bilan meni qo'rqitolmaysan, chunki senda patron yo'q. Men senlar bilan o'yin qilayotganim yo'q. Qani pullarni hammasini chiqar. Ha, mana endi o'yin boshlandi. Soliq mavsumi boshlandi. Hammang qimirla. Mana yig'ib bersa bo'lar ekan-ku. Menda ajoyib yangilik bor. Soliq mavsumiga start. Qani soliqni to'la. Men seni otib tashlamoqchi emasman. Lekin sizlar ajoyib ahil oilaga o'xshayapsizlar. Yallani. Oy, soliqni to'lab qo'y, bodring kalla. Sen bilan kelishib olgan edik. Ko'p savol beryapsan, bodring kalla. Quroling bor. Lekin sizlardan soliq olmayman. Mana xo'jayin, hammasi chiki. Yashavor qoravoy. Xo'sh, meni halol ishlat topgan haqqim nima bo'ladi? Hozircha senga shu ham bo'laveradi.
Nima? Halol ishlab topgan haqqimni so'rayapman. Agar dogovorni o'qigan bo'lsang edi, senga shuncha haq to'lanadi deb yozilgan edi. Yo'q, agar men bunday bo'lishini bilganimda edi, bu ishga umuman qo'l urmagan bo'lardim. Bu ishga kirdingmi, endi orqaga yo'l yo'q. Bo'ldi, men tushundim. Sizlarga ishlashga davom etaman. Jin ursin. Shunda Groks tushunib yetdi. Karl Marksning bir gapi bor. Chala homilador bo'lish mumkin emas. Burningni suqdingmi? Endi orqaga yo'l yo'q. La'nati soliq yig'ib boyib ketaman deb o'ylagandim. Endi o'zimni armiyamni tuzmasam bo'lmaydi. Qani boshladik. Men seni boshlig'ing bilan ko'rishib gaplashmoqchiman. Uni chaqirib kel. Nima gap, tuzmisan, karolmisan? Nima gap? Nima bo'ldi? Senga nima kerak? Endi hamma menga quloq sol. Bugundan boshlab sizlar meni qo'limda ishlaysizlar. Groks o'ziga armiya yig'ishni boshladi. Soliq yig'uvchining boshlig'idan qasd olish uchun. Avvalambor sizlar tezkor va chaqqon bo'lishingiz kerak. Tezroq. Menga aynan shu kerak edi. Mana endi soliq yig'ish vaqti keldi. Qani, borini chiqar. Qani chiqar, boshlanish yomon emas. Mayli Shaknazar, sen menga bir dona shirinlik ber. Voy iflos, hozir shuni o'zingga yediraman. Ha, yomon emas. Bo'sh, hamma tayyormi? Mana, bular ekan-ku. Bu portal soliq yig'uvchilarning oldiga olib boradi. Hoy, nimalar bo'lyapti billan? Men tayyorman. Qo'yganlar qaysi tugmamni to'g'ri bosdim ekan? Hamma bir-birini otib tashlabdi. Endi meni qo'l ostimda kim ishlaydi? Endi boshqa qishloq topish kerak. Boshqa qishloqqa aholisining oldiga borib, meni qo'l ostimda ishlashlarini taklif qilaman. Ha, aqlimga balli. Groks bu ishni boshlaganiga $69 puli bor edi. Hozir esa $420 million. Meni qishlog'imda yana yangi kun boshlandi. Endi men hammadan zo'r va boyman. Bu nima shovqin bo'ldi? Ey buvajon, yo'g'ay olam panoh. Salom meni bolajonim. Mana necha yillardan so'ng yana ko'rishdik. Tushunmadim, siz bu yerda nima qilyapsiz? Men bu yerga senga yordam berish uchun keldim bolajonim. Yo'g'ay, rostdanmi? Qanday qilib menga yordam bermoqchisiz? Sen mana buni ol. Bu seni Minecraftda eng kuchli va qudratlilardan qiladi. Men tayyorman.